güzel ishlarni olib borayotgan ishamiz xonadoniga keldim. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda keling bu yog'ini o'zlari gapirib bersin. Assalomu alaykum. Haydarov Qobiljon, Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashayman. Shu 5 yildan beri shu turli ekzotik qushlar boqib, shu oilaga shu daromad, mayli. Hech hayajonlanmang. Do'stlar, mana bu yerda ko'rib turibsiz. Papugaylar, to'tiqushlar, yana bir men bilmagan turli xil qushlar bor ekan. Ko'pi tuxumda. Mana shu yosh ukamiz yosh bo'lishiga qaramay mana shu sohani rosa makam mushashibdi. Yangi tug'ilgan chaqala. Bu qanaqa navi? Oti? Bu Valisi papugay. Valisi papugay Bu rasoligi tez ko'payadigan qush turi. Hozir misol uchun bir jupini olsangiz agar 21 kunda ochib chiqadi. Ya'ni 40 kunda uchirma qiladi. 2 oyda bir parcha ishlayveradi. 2 kunda, demak 1 yilda necha marta tuxum qilib, necha marta bola olsangiz bo'ladi? 5 marta zo'r ishlaydi. 2 oydan berasiz, 5 marta ishlaydi. Bu eng hozir bo'lardi, hozir ko'rsatganimiz 3 ta, bu ikkitasini o'sha uchirma qilgan. Kami 4 tadan 6 ta 7 tagacha bolaleydi. Bu hozir eshityapmiz, daromadi ham yaxshi deyishyapti. Bu qushlarni eksport bo'lyapti. Rostdan ham eksport bo'lyapti. Hozir shu Turkiyaga, Rossiyaga, Qozog'iston davlatlariga eksport bo'lyapti. Demak, siz to'plab berasiz bolalarini, hatto o'qituvchilar olib borib berishadi. O'qituvchilar bor. Zo'r. Bu yerda ko'rib turibsiz, juda ham ko'p. Necha par bor bu yerda? Hozir 108 jup bor bizda. 108 jup. Demak, bu yerda otini nima dedingiz? Valisi papugay degan 108 jup bor. Demak, bir oyda yaqin ancha tug'ib qo'yar ekanda. 4 tadan bolalaganda ham 100 jupini hisoblasangiz 400 jup. Demak, o'sha 400 jup qancha bo'lyapti daromadi? Hozirgi momentda shu 90 mingdan 95 minggacha jupini olishyapti. Endi 4 tadan bolalagani 400 dona. Bu degani 200 jup bo'ladi. 200 jupingiz 90 mingdan hisoblaganda 18 million bo'ladi. Demak, mana shu bitta bola ochganida 18 million mana shu yerdan daromad bor ekan. Bu demak 18 million bir yilda 4 marta ochtirsangiz, yaqin 80 million, 100 million daromadi bor ekan. Bu qushimizdan ham hozir 110 jup bor. Bu shunisi yaxshiki, o'sha kichkina joy bo'lsa agar galada ko'payadi bu. Bu galada zo'r ko'payadi. Bu ham shunisi zo'rki, har oy bu g'azinada bu. Har oy bir parcha ishlayveradi. 12 kunda ochib chiqadi, 18 kunda uchirma qiladi bolasini. To'xtamaydi ekanda. To'xtamaydi bu. Inkubator, nomi buni inkubator deymiz. Shu qo'lingizda pul qolmasa, shunday bolasini olib chiqib sotib nima qila olasiz. Buni ba'zi qushchilar ham aytdi, bu pul apparat deyishdi-da. To'g'ri. Dam olmaydi. Buni dam berish yo'q. Yil 12 oy ishlayveradi bu. Shu yana donini, suvini vaqtida beqaror qolmasdan vaqtida berib tursangiz agar, har kuni o buchakli bolalari tushgani to'planib qoladi. Har kuni 10 ta, 15 ta, 20 tagacha bola tushadi. O buchakda u uchirma. O'sha ana shu gnezdolardan, uyalaridan chiqib pastga tushadi. Pastda bir 5 kun, 6 kunda keyin shoxga sekin tepaga qo'nib, pastdagi enalari, ota enalar boqadi ularni 5 kuncha. Keyin sekin ular tepaga uchirma qilib yuboradi. Har kuni chiqadi. Kamida 10 ta, 15 tagacha. Bu ham eksport bo'ladimi? Bu ham eksport. Buni ham eksport to'xtamaydi. Buni ham hozirgi momentda jupi 65 ming so'm, 70 ming so'm turibdi. Zo'r. Taxminan $5 ekanda jupi. Shunaqa, ha. Zo'r. Do'stlar, men ham bir qiziqib qushchi do'stlarimizdan so'raganimizda haqiqatan ham juda tez bolalar, juda tez ko'payishini aytgan edi. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, albatta Rishtonga kelsa, bu yo'l yo'riq sohalarini o'rgatishadi albatta. Hammaga tavsiya qilamiz boqishni. Shu bekor uyda turib nima qilgandan bu daromadi zo'r. Agar 100 jup Valisi papugaydan 100 jup Amadindan qolsangiz, chetga chiqishni hojati yo'q-da. Mana shu yerda o'zida men javob beraman, $1000 topadi odamlar. Hozir yana bitta nimamiz bor. Bizda bor ko'p tarmoqli nimamiz. Hozir shu dekorativniy krasniy shapka balig'imiz bor. Bu yerda hozir mana baliqlar hozir ko'payish nimasida, xudo xolasa buni katta havuzlarga olamiz. Mana sizlarga ko'rsatay. Mana oq bo'ladi. Dunguli mana shapkasi bo'ladi mana. Bu kattalashgan sari
shapkasi katta bo'lib ketaveradi. Bu hozir bir 10 kunlarda xudo xolasa bir 10-maylarda katta basseynlar bor. Bu yerda bir 30 tacha bor hozir. Yana nimamiz balig'imiz bor. Bittasi shu 2000 tadan 3000 tagacha shu urug' qo'yib, uni o'sha piyozni setkasida olib tuxumini paqirlarda ko'paytiramiz. Buni ham shu semichkadek katta bo'lgani shu 1000 so'mdan 1,5 ming so'mgacha olishadi. Donasi. Bu ham ishtonga agar buni takomillashtirsak hamma xonadonlarga. Bu ham zo'r biznes. Zo'r.